Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. 416 kvadratli joyimiz qalaligi 6 cm holatiga zastavka xizmatlari bo'lyapti. Bitta zilda zastavka qilsak 600 ming so'm xizmat boshlanyapti. Bu Kamazda bo'lsa 1 million 200 ming so'mga ash holatda solib tayyorlanyapti. Trabilkani apporti, optimalka degan narsa. Bunun ichida shebe, mitsu, tosh mahsulotlari bo'ladi. Kerak bo'lsa Andijon vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradi. Ashti taraflar 40 cm plastik solindi. Bu yerga yetmay qoldi, olib kelinadi. Bitta zilda bo'lsa 600 ming so'mga tayyorlaymiz. Kamazda bo'lsa 1 million 200 ming so'mga. Agar Hova mashinasida bo'ladigan bo'lsa 2 million so'mga tayyorlab, trambolkalar yurib, asfalt boshlaydigan holatiga tayyor qilib beramiz. Ko'rsatgan tagiga deydimi bo'laveradi, qaysi biriga bo'lsa